Assalomu alaykum. Mening ismim Saidinjon Sodir. Hozir Shvetsiyada 2011-yili Shvetsiyaga ko'chib kelgan. Shvetsiya vatandoshi. Men bugun akam Baxtiyor Sodir to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Mana bu rasmdagi mening akam bo'ldi. Ismi Baxtiyor Sodir. Bu yil 46 yoshga kirdi. 1976-yili 1-yanvar 29-kuni Urumchida tug'ilgan. Maktabda nihoyatda o'qishi yaxshi akamniki. Universitetni a'lo natija bilan bitirib, Urumchi shaharlik Sandonbek qatnashga bo'lingan. 98-yili maktab bitirib shu yerda xizmat qabul qilinib, 15 yildak ishladi. Keyin anandan keyin kasb almashtirib, sog'lomlik to'g'riliq darslarni berib, jamiyatda nurg'un odamlarga Baxtiyor muallim ismi bilan tanilgan. Sog'lomlik yetakchisi. 2022-yili 10-oyning 13-dan keyin tuyuqsiz shu indidardan g'oyib bo'ldi. Akam meni 2017-yildan meni chiqarib atgan indidardan. Bizning hech qanday aloqamiz yo'qdi. Aloqamiz qolmagan. Shundaqdimi men indidardan uningki bir narsani chiqarib turganligidan, uning sog' salomat ekanligini bilib turardim. Akam nihoyat ehtiyotchan bir odamdi. Hech qanday ishga aralashib qolmay deb nihoyat diqqat qilardi. 2022-yili 10-oyning 13-dan keyin akamdan hech qanday uchur olamadik. Undidorga kunda bir narsani chiqarayotgan, shu kundan boshlab bir narsa chiqmadi. Bir 2 hafta o'tgandan keyin yana qarsam, yana hech qanday narsa chiqmadi. Shunga ansirashga boshladim. Anandan keyin shu surishtirish orqali akamniki saqchilar tarafidan 10-oyning 13-kuni gunohsiz holatda tutib ketilganligini bildim. Akam shu yuqum mezgilda 100 kundan beri uyda hamma odam uyda o'tirgan vaqtda tutib ketdi akamni. Hech qanday sababsizlam. Akam gunohsiz, hech qanday bir ishlarga aralashmaydigan, nihoyat ehtiyotchan odamdi. Hozirgacha o'liktirgan o'qimaymiz. Akamniki shu lekin tutib ketilganligidan xabar topdim. Shuningga xalqaro jamiyatning bu ishga diqqat qilib bizga yordam qilishini, har qanday uchurlar bo'lsa bizlarga yordam qilib, xalqaro jamiyatning akam to'g'riliq uchur ep berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hammaga rahmat.